Assalomu alaykum aziz obunachilar va meni kuzatib borayotganlar. Bugun sizlarga bitta yurakka yaqin hikoyani o'qib bermoqchiman. Mana ketdik. Ovozli xabarlar arxivi. Bir yigit onasi bilan tez janjallashib qolar. Onasi juda sodda, har narsadan xavotir oladigan, o'g'li ishda bo'lsa ham tinmay qo'ng'iroq qiladigan ayol edi. Yigit esa: "Onajon, yosh bola emasman. Meni tinch qo'ying. Ishdaman, bandman", deb qo'pol javob beradi. Onasi unga Telegram orqali ovozli xabarlar yuborishni o'rgandi. Har kuni: "Bolajonim, issiq kiyindingmi? Ovqatlandingmi? Seni yaxshi ko'raman, bolam." Yigit esa bu xabarlarni eshitmas, ba'zan o'chirib yuborardi. Bir kuni esa kutilmaganda onasi vafot etdi. Dafn marosimidan so'ng yigit bo'shab qolgan uyda yolg'iz o'tirib onasining telefonini qo'liga oldi. O'z raqamiga kirdi. U yerda onasi yuborgan, lekin u ochmagan, ko'k rangga ham kirmagan yuzlab ovozli xabarlar turardi. U birinchisini ochdi. "Bolajonim, bugun sening sevimli ovqatingni qildim. Kelsang birga yeymiz deb kutib o'tiribman." Ikkinchisini ochdi. "Ishing ko'pmi bolam? Mayli, seni charchatmay. Faqat ovozingni bir marta eshitgim kelgan edi." Oxirgi xabar esa onasining vafotidan 2 soat oldin yuborilgan edi. Yigit titroq qo'llari bilan uni bosdi. Onasining ovozi juda zaif, lekin juda mehribon edi. "O'g'lim, agar hozir band bo'lsang, javob bermay qo'ya qol. Shunchaki aytmoqchi edimki, men sendan hech qachon xafa bo'lmaganman. Meni qachon sog'insang, shu xabarlarni eshit. Men seni har bir soniyada yaxshi ko'rib yashadim." Yigit telefonni mahkam quchoqlab, bo'sh xonada o'kirib yig'ladi. U onasi tirikligida bir marta ham "Men ham sizni yaxshi ko'raman, onajon" demagan edi. U endi bu xabarlarni 1000 marta eshitsa ham onasi uning javobini hech qachon eshitmasligini anglab yetgan edi. Xulosa o'zimizdan. Bizga berilgan eng qimmatli narsa bu insonlar. Ota-ona.